Yo, hammaga salom obunachilar. Sizlar bilan men kapitan O'zabekman. Biz bugungi videomizda Marvel va DC olamlaridagi 10 ta personajlarni battle qilamiz. Marvel olamidan Temir Odam, Kapitan Amerika, Loki, Thor, Sentry, Thanos Amaki, Toa, Doktor Doom, O'rgimchak Odam, Mephisto'lardir. DC olamidan Cyber, Batman, Spectre, Superman, Ares, Darkseid, Professor, Lex Luthor, Yashil Fonus va Luciferlardir. Qanday videoni boshladik? Like bosiz va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Birinchi raund boshlandi. Temir odamga qarshi Cyber. Boylik Temir odam, aql amayli. Temir odam yutdi. Hisob 1-0. Marvel olamiga foyda. Ikkinchi raund. Kapitan Amerikaga qarshi Batman. Demak, Cap Batmanni yenga oladi. Agar Batmanga vaqt berilsa, Batman yutadi. Hisob 2-0 Marvel foydasiga. 3-raund. Lokiga qarshi Spectre. Ikkalasi ham multi olam nazoratchisi. Ikkalasining kuchi bir xil deb o'ylayman. Hisob 3-1. Ikkalasiga ham foydaga. 4-raund. Thorga qarshi Superman. Thor muxlislari xafa bo'lishmasin, lekin Superman Thorni yenga oladi. Agar jang boshqa joyda bo'lsa, Thor yutadi. Hisob 4-2. 5-raund. Sentryga qarshi Ares. Bunga kelsak, menimcha Sentry yutadi. Yana bilmayman. Yaxshisi kommentlarga yozinglar, kim kuchli. Hisobga kelsak 5-3. 6-raund. Thanosga qarshi Darkseid. Bitta Omega Nur va Thanos o'ldi. Hisob 5-4 DC foydasiga. 7-raund. Toaga qarshi Professor. Ikkalasi ham kuchi bir xil deb o'ylayman. Hisob 6-5 Marvel foydasiga. Marvel va DC foydasiga. 8-raund. Doktor Doomga qarshi Lex Luthor. Doktor Doom yutdi. Hisob 7-5 Marvel foydasiga. 9-raund. O'rgimchak odamga qarshi Yashil Fonus. Jang uzoq bo'lishi mumkin, lekin Yashil Fonus yengadi. Hisob 7-6 DC foydasiga. 10-raund, ya'ni final raund. Mephisto'ga qarshi Lucifer. Lucifer yutdi. Hisob 7-7. Xuddi uyushtirilgandek bo'ldi, lekin bunday emas. Mayli, videomiz shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing va aytgancha obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qarochi, bizning hozirgi eng katta maqsadimiz 2K obunachi. Hozirgina mening obunachilarim soni 1067 taga yetdi. Bunda men juda xursandman. Mayli. Video yoqqan bo'lsa, like bosish esdan chiqmasin deb qolaman mening obunachilarim. Agar bu Marvel va DC olami ikkinchi qism chiqishini xohlasangiz, shu videoni tagida 50 ta like yig'ilsin va bu videoni yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Bu videoni 10 ming ta bo'lmasa prosmotr olsin. Mayli, hammaga xayr deb qolaman. Всем пока mening obunachilarim.